Toshmi postidan 5 kilometr, Mehnat postidan 3 kilometr kirganinglarda 505 sotuvli xonadonimizni sotuvga chiqqan. O'zinglar bitta ko'rib baho beringlar. Bu yoq tarafimizda ham mahalla, bu yoq tarafimizda ham mahalla. Tarsovoyda joylashgan xonadonimiz sotuvga chiqqan. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet, umuman muammosiz, teplый pollari qilingan. Endi sizlarga xonadonimizning ichkari qismini to'liq ko'rsatib beraman. Xonadonimizni sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsak, bu yoq tarafimizda zilonli zona, bu yog'imizda asosiy binomiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda podval qismi joylashgan bo'lsa, bu yog'imizda yana bitta zilonli zona. Xohlasanglar o'zingizlar uy qurib, bu yog'ini qo'ysanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 105 ming dollar baholamiz. Endi sizlarga uyimizni ichkari qismidan to'liq ko'rsatib beraman. Xonadonimizni sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda katta hol, bu yoq tarafimizda ayollarimiz uchun oshxonamiz bo'ladi. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Barcha mebel texnika qoladi, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoq tarafimizda zalimiz joylashgan bo'ladi. Bitta ko'rib o'tinglar. Hamma qulayliklari bor. Patkulich xonadonimizni sizlarga hamma qulayliklari bilan qilib qo'yamiz. 100% teplый pol qilingan. Bu yoq tarafimizda ham spalni. Sizlarga bu yoqdan ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Bu yoq tarafimizda sanuzel qismimiz bor, 100% teplый pollari qilingan, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma qulayliklari bor. Kelasizlar, yashaysizlar. Endi bu yog'imizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, spalni qismimizni sizlarga ichkari qismidan ko'rsatib beradigan bo'lsak, ko'chaga qaragan oynalari bor, barcha mebel texnika jihozlari qoladi. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 105 ming dollar baholaymiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.